Belkent Universiteti Xalqaro munosabatlar bo'limi tomonidan uyushtirilgan va Yevropa birlashmasining Janmoniy kishilik huquq modeli doirasida o'tkazilgan savol so'rashni cheklash Xitoydagi hozirgi kishilik huquq va tadqiqot strategiyasi nomli suhbat yig'ini 10-iyul dushanba kuni Belkent Universitetida o'tkazildi. Suhbat yig'inida so'zlovchilar ichida Uyg'ur harakatining ijroiya direktori Roshan Abbos va Kommunizm qurbonlari fondi jamiyatining oliy tadqiqotchisi va Xitoy tadqiqot direktori professor Adrian Zenz yer oldi. Uyg'urlar haqidagi tadqiqotlari bilan tanilgan Adrian Zenz Xitoyda uchur va sonliq ma'lumotga erishish intayin cheklik sharoitida bu xil to'salg'ularni qanday bir taraf qilish to'g'risida o'zining kechirmishlarini o'tirib qo'ydi. Zenz bu faoliyatga qatnashgan o'quvchilarga diktator hukumatlarga aloqador tadqiqotlardagi muhim strategiyalar va usullarni so'zlab berdi. Xitoyning tashviqot quroli bo'lgan Tangritog to'rining xabar qilishicha, Sharqi Turkistondagi atalmish Xinjiang xalq hukumati bexatarlik ishxonasi 30-iyun birlashmasining yig'ini chaqirib, markaziy hukumatning talabiga asosan yoz faslida qattiq zarba berish va tozash harakatini o'rinlashtirgan. Yig'inda ba'zi rayonlarda 100 kunlik tozash harakati nomida amalliq tadbirlarning yo'lga qo'yilganligi bildirilgan. Xitoy doiralari Uyg'ur erki qirg'inchiligini atalmish terrorlikqa va bo'lginchilikka zarba berish nomida aqlab kelgan edi. Yaqında Qirg'izistonning muavin ichki ishlar ministri Oktabr O'rmonbetov boshchiligidagi bir vakillar o'miki Sharqi Turkistonga berib, rayondagi Xitoy davlat xavfsizligi amaldorlari bilan ikki davlatning chegara liniyasidagi Qirg'iziston soqchilariga tashkiliy tarbiyalash elib berish to'g'risida kelishim imzolagan. Yevropa Osiyo to'rining 7-iyul bergan xabarda oshkorlashicha, Qirg'iziston ichki ishlar ministrligi vakillari o'mikining Uyg'ur eliga ziyorati 19-iyundan 23-iyungacha olib berilgan ekan. O'tgan yili Angliyada davlat bexatarlik xavfi olib keldi deb qaralgan mablag'ni o'tkazuvchi savdosiga qarshi harakatda Xitoy shirkatlari eng ko'p nishon qilingan. Yaqinda bo'lsa, muavin bosh ministr Oliver Dowden Xitoy Angliyaning iqtisodiy bexatarligiga eng chong davlat tahdidi dedi. Amerikadagi aqllar Ambri yer shari bexatarlik analiz tashviqot o'rnining qurg'uvchisi Gallup Xitoy josusi bilan ayblangan. BBC'ning xabar qilishicha, Amerika Federatsiya taftish mahkamasi Isroil va Amerika fuqarosi bo'lgan Lofni Xitoyga foydali siyosat chiqarish uchun yuqori darajali Amerika amaldorlariga pora berish jinoyati bilan ayblagan. Xitoy Moliya ministrligi Washingtondan Amerika Moliya ministrligining Xitoy shirkatlariga qaratgan bostirishlarni to'xtatishga va embargolarni bekor qilishga chaqirdi. Xitoy yana o'zining iqtisodiy taraqqiyotining Amerika uchun xatar bo'lmasdan, balki fursat deb qaraydiganligini ta'kidladi.